Assalomu alaykum bizning Instagram kuzatuvchilarimiz. Siz to'y boshladingiz-ku, hali ham sarpolarini kimga qildirsam ekan deb o'ylanib o'tirgan bo'lsangiz, Muqaddamxon sarpolar sizga yaqindan yordam beradi. Mana bugun yana bir klientlarimizni chiroyli qilib komplektlarni tayyorlab qo'ydik. Oshxonalari uchun kombinatsiya qilib Turkiyadagi matoyimizdan 4 ta 2 metrlik ko'rpacha, 4 ta kvadrat yostiqlari va bitta rannerlari bor. Hozir rannerlari bitmadi. Bugun inshaalloh bugun erta sep chiqaramiz. Shuning uchun bitta obzorlarni qilib beraman deb shoshilib qoldim. O'zlaring ko'rib bitta baho berasizlar qizlar. Juda ham chiroyli komplekt bo'ldi. Narxlari qiziq bo'lsa, qizlar bemalol Telegram kanalimizga bog'lanib mana zakaz berishlari mumkin. Ichlari matrasli bo'lgan, matraslarning ichiga 7,5 kilodan paxta tushgan mana qizlar. Ichki matraslarini ham bemalol yuvib ishlatsa bo'ladi. Yangi materiallarimizni qilib berganmiz. Qalinligi ham juda ham qalin, razmerlari to'liq tushgan.